Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. Bu haftalik İstiqlal xəbərləri proqramımızı görüşənlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqun. Tayland 100'den artıq Uyğurni Xitayğa tapşırıb berdi. Tayland dairələri Peyşənbə günü səhərdə xalqara cəmiyyətin ağahlandırışlarına pisənd qılmasdan 100'den artıq Uyğurni Xitayğa tapşırıb berdi. Tayland dairələri Peyşənbə günü səhərdə xalqara cəmiyyətinin Beijing dairələrinin qiyin qıstaqlarına duch kelish ehtimoli bo'lgan kishilarni majburiy yo'sinda qaytarmaslik to'g'risidagi chaqiriqlarga pisand qilmasdan 100'den artıq Uyğurni Xitayğa tapşırıb berdi. Birleşme Xabar Agentligining bu vaqtdagi xabariga asoslanganda Tayland hukumat bayonotchisi polkovnik Virachon Soxunt Hapatipak muxbirlarning savollariga javob berib, Tayland hukumati ularning bexatarlikka kafolatlik qildiganligi to'g'risida Xitoydan va'da oldi dedi. U yana 109 kishidan tarkib topgan Uyg'ur guruhi va turkumlab kelib, o'zlarini turklar deb tunishtirgan kishilarning 1 yildan ortiq vaqtdan buyon Taylandda turayotganligi, Tayland doiralarining ularni yo'tkashdan ilgari davlat tavalligini tekshirib bekitganligini qayd qildi. Bayonotchi so'zini davomlashtirib, ulardan 170 kishining turk ekanligini bekitib chiqdik. Shuning uchun yaqinda ular Turkiyaga yo'tkaldi. Ulardan 100dak kishi Xitoy fuqarosi bo'lganligi uchun bugun payshanba atigan insoniy prinsip bo'yicha bexatarliklarga kafolatlik qilinishi mazmun qilingan kelishimning ruhiga asosan Xitoyga yo'llandi dedi. O'tgan hafta Beijing doiralari bayonot berib, Turkiyaning 173 Uyg'urni Taylanddan elib ketganligidan afsuslanganligini bildirgan edi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunying mazkur Uyg'urlarning chegaradan qonunsiz chiqib ketganligini, Beijingning qonunsiz hijrat qilishni qo'llash, qiziqtirish, yordam qilish qilmishlariga qarshi turadiganligini bildirgan va xalqaro jamiyatni qonunsiz ko'chmanlikka qarshi turish va uni man'iy qilish ko'rishida mas'uliyatni ustiga oladi deb ishonamiz deganlarni so'zlariga ilova qilgan edi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi va kishilik huquqini kuzatish tashkiloti qatorliq bir qator kishilik huquq tashkilotlari Tayland hukumatini Uyg'urlarni himoya qilishga va ularni Xitoyga qaytishga majburlamaslikka chaqirgan edi. Tayland Xitoyning barliq Uyg'urlarni qaytarib berish talabini rad qilganligini bildirdi. 10 iyul, ya'ni Tayland 100'den artıq Uyg'urni Xitoyga qaytarib berib, 2 kun o'tgandan keyin Tayland taraf Xitoy o'tirg'i qo'ygan barliq Uyg'urlarni Xitoyga qaytarib berish talabini rad qilganligini bildirdi. 10 iyul, ya'ni Tayland 100'den artıq Uyg'urni Xitoyga qaytarib berib, 2 kundan keyin Tayland taraf Xitoy o'tirg'i qo'ygan Taylandda tutib turilayotgan barliq Uyg'urlarni Xitoyga qaytarib berish talabini rad qilganligini bildirdi. Tayland hukumatining muavin bayonotchisi Virachan bu Uyg'urlarning salohiyati avval Tayland tarafining dalillashidan o'tishi kerak bo'lg'achqa, Beijingning talabi rad qilindi dedi. U, biz bularni xalqaro kelishim va qonunlarga asosan kishilik huquqni ko'zda tutgan holda qildik. Bu qarorni chiqarish oson emas. Xitoy Taylanddagi barliq Uyg'urlarni qaytarib berishni talab qildi, lekin biz unda qila olmaymiz dedi. U 170 dan ortiq Uyg'urning Turkiya fuqarosi deb bekitilib, o'tgan oyda Turkiyaga avatilganligini, 100 dan ortiq kishining Xitoyga qaytarilganligini, yana 50 kishining salohiyatini tekshirib bekitishga ehtiyojli ekanligini bildirdi. Tayland hukumatining Xitoyning bostirishlaridan qochib chiqqan va 1 yildan ko'proq vaqtdan buyon Taylandda tutib turilayotgan bu Uyg'urlarni Xitoyga qaytarib berishi kuchli tanqidga uchramoqda. Turkiya Taylandning Uyg'urlarni Xitoyga qaytarib berganligini aybladi. Türkiye Tashqi ishlar ministrligi Tayland hukumatining Xitoyning Uyg'ur rayonidagi besimlardan qochib chiqqan va Taylandda tutilib turilayotgan Uyg'ur turklarni Xitoyga qaytarib berganligini tanqid qildi. Türkiye Tashqi ishlar ministrligi Tayland hukumatining Xitoyning Uyg'ur rayonidagi besimlardan qochib chiqqan va Taylandda tutib turilayotgan Uyg'ur turklarni Xitoyga qaytarib berganligini qattiq tanqid qildi. Tashqi ishlar ministrligining axborot idorasidan berilgan yozma bayonotda Taylandda tutib turilayotgan 115 nafar Uyg'ur turkining o'z orzusi va irodasiga xilof holda 3-chi bir davlatga qaytarilganligidan chunqur azob ichida xabar topdik deyildi. Bayonotda garchi Tayland va xalqarodagi aloqador tashkilotlar harakatga o'tgan bo'lsa-mu, lekin Tayland hukumatining xalqaro insonparvarlik qoida nizomlariga xiloflik qilib, Uyg'urlarni Xitoyga qaytarib berishi ayblandi. Bayonotda qarindoshlarimizning oqibati davlatimiz va xalqaro tashkilotlar tomonidan yaqindan va diqqat bilan ko'ztildi deb ko'rsatildi. İstanbul'daki Tayland konsulxonasi oldida namoyish elib berildi. Taylandda 1 yildan ko'proq vaqtdan buyon tutilib turilayotgan Uyg'urlarning Xitoyga qaytarilmoqchi bo'lganligi ma'lum bo'lgandan keyin
Bir grup Uyg'urlar Taylandning Istanbuldagi konsulxonasi oldida namoyish elib bordi. Taylandda bir yildan ko'proq vaqtdan buyon tutib turilayotgan Uyg'urlarning Xitoyga qaytarilmoqchi bo'lganligi ma'lum bo'lgandan keyin bir guruh Uyg'urlar Taylandning Istanbuldagi konsulxonasi oldida namoyish elib bordi. Turkiya axborotlarining xabariga qaraganda bu kishilar 8-iyul kech soat 23 atrofida Tayland konsulxonasi oldiga to'planib namoyish qilgan va Tayland doiralarining Uyg'urlarni zolim Xitoyga qaytarib bermoqchi bo'lganligiga qattiq norozilik bildirib, bayonot e'lon qilgan. Namoyish davomida bir kishi reshatkaga chiqib Tayland bayrog'ini tushirgandan keyin qo'llarida Sharq Turkistonning bayrog'ini ko'tarib namoyish tovlayotgan kishilar konsulxona binosiga kirib, binoga qaratib tosh otgan. Xitoyning besim siyosatlaridan qochib chiqqan bu Uyg'urlar o'tgan yili 3-oyda Taylandning janubida qonunsiz chegaradan o'tgan deb ayblanib qo'lga ilingan edi. Bir yildan ko'proq vaqtdan buyon ular Taylandning ko'chmanlar idorasiga qarashli tutib turish o'rinlarida tutib turilgan. Xitoy bilan Turkiya orasida bu Uyg'urlarni o'z davlatlariga elib ketish to'g'risida talash-tartishlar davom qilib keldi. 30-iyun ayollar va bolalardan tarkib topgan 173 nafar kishi Turkiyaga elib kelingan edi. Turkiya Yangi Akitgesining 8-iyul soat 22dagi xabarida Tayland poytaxti Bangkokdagi ko'chmanlar idoralarida tutib turilayotgan Uyg'urlarning majburiy harbiy aeroplanga chiqarilganligi ilgari surildi. Xabarda yana bu Uyg'urlarning Xitoyga qaytarilsa, terrorlik bilan ayblanib hayotiy xavfga duch kelganligi ta'kidlandi. Bu Uyg'urlarning Xitoyga qaytarilmasligi uchun qilingan tirishchanliklar haqida ma'lumot berilmadi. Xitoy zulmidan qochib chiqqan bu Uyg'urlar 2014-yili 3-oyda Taylandning janubida qonunsiz chegaradan o'tgan deb qo'lga ilingan bo'lib, izchil Taylanddagi ko'chmanlar idoralarida tutib turilyotdi. Xitoy Uyg'urlarni xalqaro qurolli tashkilotlarga bog'lab terrorchi qilib ko'rsatishga urinayotgan sharoitda bu Uyg'urlarning Xitoyga qaytarilsa, hayotining xavfga uchrashidan andish qilinib kelingan edi. Taylanddagi Uyg'urlar haqida bayonot. Ma'rif jamiyati Taylanddagi Uyg'urlarning ahvoli va Istanbulda yuz bergan konsulxona hujumi haqida bayonot e'lon qildi. Turkiyada faoliyat elib berayotgan Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati Taylanddagi Uyg'urlar haqida shundaqla Istanbulda yuz bergan Tayland konsulxonasiga hujum qilish voqeasi haqida bayonot e'lon qildi. 8-iyul kech Taylandda tutib turilayotgan 200 nafar Uyg'ur turkiy muhojirlarining Xitoyga qaytarilish uchun yo'tkalganlik va Bangkokdagi bir harbiy aerodromga elib berilganlik xabarini angladik. Arqadan Xitoydan kelgan harbiy aeroplanlarga avval ayollar, keyin erlar bo'lib, taxminan 60 tak Uyg'ur qo'llarida ko'yzi silingan holatda majburiy chiqarilgan. Bu ahvoldan xabar topgan Istanbuldagi Uyg'urlardan bir guruh kishilar Taylandning Istanbulda turishi konsulxonasi oldiga keldi va buningga qarata noroziligini bildirish uchun tinch holda bayonot e'lon qildi. Bayonot e'lon qilinayotgan vaqtda tuyuqsiz bir kishiga telefon kelgan va Taylandda tutib turilayotgan Uyg'urlardan 100 ga yaqin kishining o'ldirilganligi xabari yetkazilgan. Bu gap o'ttirga chiqqan hamon namoyish qilish uchun kelgan guruhdan bir qism kishilar Tayland konsuliga etilib kirgan va voqea chiqargan. Bu ish tuyuqsiz yuz bergan bo'lib, bu ishga hech qanday bir Sharq Turkiston tashkiloti javobgar emas. Bu ish hech bir Sharq Turkiston tashkiloti tomonidan tashkillanmagan. Axborotlarda berilgan xabarlarda bu voqeaning Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati a'zolari tomonidan elib berilganligi bildirilmoqda. Biz Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati bo'lish sifatimiz bilan bu xabarlarni rad qilamiz va haqiqiy ahvolning aks ettirilmaganligini ta'kidlaymiz. Bu haqda xabar bergan axborot apparatlarining amaliyotga uyg'un bo'lmagan xabarlarni tarqatganligidan bearam bo'lyapmiz. Voqeaga munosabatli 9 kishi qo'lga olindi. Aslida Taylanddagi qarindoshlarimiz azob ichida turayotgan bir vaqtda bizni bunday voqealarga bog'lab ko'rsatib xabar bergan axborot apparatlari bizning qalb yaramizga tuz sepmoqda. Turkiyadagi Sharq Turkiston munbiri a'zosi bo'lgan Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati zo'ravonlikqa qarshi tinch faoliyatlarni tashabbus qiladi. Tunugun kecha Xitoy konsulxonasi oldiga to'plangan 200 dak Uyg'ur yoshni ig'ir besiq bo'lib voqea chiqarmaslikka chaqirdik va 200 dak kishining Xitoy konsulxonasi oldidan biror voqea chiqarmasdan tarqalishiga tirishchanlik ko'rsatdik hamda tinch qaytib ketishiga kafolatlik qildik. Buningga u yerda navbatchilik qilayotgan turk soqchi xodimlari shohiddir. Yaqinda erishgan uchurlarimizdan Tayland qurolli kuchlarining Xitoyga qaytarib berish uchun Bangkokdagi bir harbiy aerodromga elib berilgan 200 Uyg'ur turkidan 25 kishini aeroplanga chiqishni rad qilganligi uchun etib o'ltirganlik xabarini angladik. Bu xabar Turkiyada yashayotgan Uyg'urlarni, jumladan dunyodagi har qaysi davlatlarda yashayotgan butkul Uyg'urlarni cho'nqur qayg'uga soldi. Azob ichida xabar saqlayapmiz. U yerdagi qarindoshlarimizning bir qismining Xitoyga qaytarilmoqchi bo'lganligini bildik. Ularning bir qismini elib mangan aeroplanning to'xtatilganligini angladik. Ammo texmi uch-uchurlarga erisha olmadik. U yerdan ishonchli xabar ololmayapmiz. Hamda u 200 nafar qarindoshimizning oqibatining qanday bo'lganligidan andish qilyapmiz.
Biz Türkiye'nin bu vaqtda qo'ldan kelganligi ishlarni qilganligini bilamiz. U yerda islom dunyosi boshchiligida butun dunyo jamoatchiligini bu voqeaga sukut qilmaslikqa, u yerda tutib turilayotgan qarindoshlarimizni o'ldirilishdan, Xitoy zulmidan qutqizib olish uchun jiddiy tirishchanlik ko'rsatishga chaqiriq qilamiz. Zolimga qarshi mazlumga yordam talab qilamiz. Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati. Uyg'ur rayonida zulm yo'q degan safsatalarga raddiya. Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatining muavin raisi Abdul Ahad Ar yaqinqi kunlardan buyon axborot vositalari va ijtimoiy uchur aloqa vositalarida o'tirg'i chiqqan Uyg'ur rayonida Xitoyning musulmonlarga qarata diniy cheklamalari elib berilmadi degan xabarlarning amaliyotga uyg'un emasligini bildirdi. Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatining muavin raisi Abdul Ahad Ar yaqinqi kunlardan buyon axborot vositalari va ijtimoiy aloqa uchur vositalarida o'tirg'i chiqqan Uyg'ur rayonida Xitoy musulmonlarga qarata diniy cheklamalar yurgizmadi degan xabarlarning amaliyotga uyg'un emasligini bildirdi. Abdul Ahad Ar yozim bayonotida Xitoyning e'tiqodlarining amaliyotga uyg'un emasligini, Uyg'ur rayonida diniy bostirishlarning davom qilayotganligini ilgari surdi. Yaqinqi kunlarda o'zlariga yetkazilgan uchur va rasmlarda Sharq Turkistondagi ba'zi doktorxonalarning darvozalariga Xitoycha va Uyg'urcha yog'liq artgan va hijoblangan ayollarning kirishiga ruxsat qilinmaydi degandek xatlarning esilganligini ko'rganligini tilga olgan Abdul Ahad Ar so'zlarini davom qilib, yog'liq artgan yoki hijoblangan bir Uyg'ur ayol og'rib qolsa qanday qiladi? Ayollar hijoblangan deb doktorxonaga qabul qilinmaydi. Boshlarini echib kelishga majbur bo'lib qoladi. Masjidlarning ichida, ya'ni mihrobning ustida Xitoy kommunistlarining bayrog'i esilgan. Masjidda o'qigan musulmonlar Xitoy bayrog'iga sajda qilishga majbur bo'ladi. Sharq Turkistonda bir rayondan boshqa bir rayonga berib namoz o'qish qonunsiz diniy faoliyat hisoblandi. Xitoy masjidga kirish uchun ijozat kinishkisi tarqatyotdi. Kinishkisi yo'qlar masjidga kira olmaydi. Abdul Ahad Ar Turkiyadagi ba'zi axborot apparatlari va yozuvchilar Uyg'ur rayonida bir masala yo'q degandek xabar berganligiga raddiya berdi. Uyg'ur rayonida musulmonlarga zulm qilinmayotdi degan rasmlarning tarqalganligini tilga olgan Abdul Ahad Ar munolarni aytdi. Ular Xitoyning ichki rayonlarida yashaydigan Tungan deb atiladigan musulmonlardir. Xitoylar bilan o'xshash til va madaniyatga ega bo'lganliklari uchun ularning masalasi yo'qdir. Yaqinqi haftalarda ijtimoiy aloqa turlarida Sharq Turkistonda bo'layotgan zulmlarga doir nurg'un foto suratlar e'lon qilindi. Ba'zi manbalar bu suratlarning boshqa rayon va voqealarga munosabatli ekanligini joriy qilyapti. Sharq Turkistonda axborot erkinligi bo'lmaganligi uchun u yerda bo'layotgan qonliq voqealarga oid uchur va rasmga erisha olmayapmiz. Yaqinqi kunlarda medialarda va ijtimoiy aloqa vositalarida e'lon qilingan xabarlar haqiqatni burmalayapti. U yerda haqiqatan bostirish va zulm bor. Shu topda minglarcha Uyg'ur turklari Xitoyning besimidan qochib Turkiyadan panohlik tilaydigan ahvolda turibdi. Agar Sharq Turkistonda zulm bo'lmasa, bu kishilar nima uchun o'z zaminlarini, uylarini va mol-varollarini tark etib, qochishga majbur bo'lib qoladi? Biz Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati bo'lish sifatimiz bilan zolim Xitoyni oqlagan yozuvchilarga xitob qilamizki, agar ular haqiqiy turk bo'lsa, haqiqiy musulmon bo'lsa, qilganlaridan xijil bo'lishi kerak. Shundaqla bugun Turkiyada faoliyat olib berayotgan Sharq Turkiston ommaviy tashkilotlari bir yerga jam bo'lib, Sharq Turkiston munbiri nomi ostida Turkiyada ba'zi axborotlarda chiqayotgan Sharq Turkistonda Xitoy zulmi yo'q deganga o'xshash safsata xabarlarga raddiya berish uchun axborot e'lon qilish yig'ini ochdi. Sistemli bir devlet politikasının halen daha olmaması, meselenin artık 3 aşamalı ve paradokslarla dolu hal almasına neden olmuştur. Artık Doğu Erdoğan ahirgacha Uyg'ur türklarining yanida bo'lamiz dedi. 9 iyul Cumhur Reislik sarayida berilgan iftar ziyofatiga chet el elchixonalarining bosh elchilarini taklif qilgan Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an Sharq Turkistondagi voqealar haqida so'z qildi. 9 iyul Cumhur Reislik sarayida berilgan iftar ziyofatiga chet el elchixonalarining bosh elchilarini taklif qilgan Turkiya Cumhuriyeti prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an Sharq Turkistondagi voqealar haqida so'z qildi. Bu ayning oxirida Xitoyda ziyorati bo'lganligini bildirgan Erdo'g'an Turkiya Cumhuriyetining Cumhur raisi bo'lish sifati bilan dunyoning har qaysi joylarida bizning qarindoshlarimiz bor. Balqon yarim oroldan O'rta Osiyogacha, Qrimdan Shimoliy Afrikagacha bo'lgan rayonlarda yuz berganlarning hammasi biz bilan bevosita bog'lanishliqdir. Xitoy Xalq Cumhuriyetining Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida yashaydigan qarindoshlarimizning bostirishlarga duch kelayotganligi haqidagi xabarlar jamoat fikrida sezgur temaga aylandi. İstanbulda kichik bo'lsa-mu biz asla ko'rishni xohlamaydigan va qabul qilmaydigan hodisalar yuz berdi. Oldi bilan shuni bildirib qo'ymoqchimanki, Turkiya butkul qarindoshlari va irqdoshlariga o'xshashla oxirgacha Uyg'ur turklarining yenidimiz. U yerda yashayotgan qarindoshlarimizning qiyinchilik ahvolini yuqori qatlamda kun tartibga kirgizib o'tamiz.
va davomli shunday qilamiz. Tashqi ishlar ministrligimiz bu vaqtdagi andishalarimizni Xitoy Xalq Jumhuriyatining bosh elchisiga yetkazdi. Biz bu oyning oxiridagi Xitoy ziyoratimizda Xitoy mas'ullarining diqqatini bu masalaga qaratamiz. İstanbulda yuz bergan voqealar ham bizning mehmondo'stligimizga uyg'un kelmaydi, ham Uyg'ur qarindoshlarimizning dardlariga darmon bo'la olmaydi. Bu haqda ig'vogarchilarning o'yiniga aralashib qolmaslikni talab qilaman. Davlatimizga ziyorat uchun, tijorat uchun, yashash uchun kelgan Sharqiy Osiyolik butun mehmonlarimizning jon va melining omonligi bizning sharafimizdir dedi. Xi Jinping bilan Putin Afg'onistondagi islom davlati tahdidiga qarshi turishni maslahatlashmoqchi. Xitoy raisi Xi Jinping bilan Rossiya prezidenti Putinning bu hafta Shanxay hamkorlik tashkiloti davlat rahbarlari yig'inida islom davlatining Afg'onistonda paydo qilgan tahdidlari to'g'risida suhbat elib borganligi ilgari surildi. Xitoy doiralari Xitoy raisi Xi Jinping bilan Rossiya prezidenti Putinning bu hafta Shanxay hamkorlik tashkiloti davlat rahbarlari yig'inida islom davlatining Afg'onistonda paydo qilgan tahdidlari to'g'risida suhbat elib borganligini ilgari surdi. Payshanba kuni Xitoy raisi Xi Jinpingning Rossiyaga berib kesak oltin davlatlari Braziliya, Rossiya, Hindiston, Xitoy va Janubiy Afrikadan iborat 5 davlat rahbarlarining 7-qitimliq yig'iniga va Shanxay hamkorlik tashkiloti rahbarlarining 15-qitimliq yig'iniga qatnashdi. Shanxay hamkorlik tashkiloti Xitoy, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekistondan iborat 6 a'zo davlatni Mongoliya, Iran, Pokiston, Hindiston, Afg'onistondan iborat 5 kuzatuvchi davlatni o'z ichiga oladi. Bu qatimqi yig'inda Hindiston bilan Pokiston bu tashkilotga kelish programmasini boshlaydi. Bu Shanxay hamkorlik tashkilotining 2001-yili qurilgandan buyon tunji qatimliq kengayishi hisoblandi. Xitoy taraf islom davlatining Afg'onistonda tahdid paydo qilganligini, Afg'oniston masalasining bu qatimqi yig'inda cho'nqur muzokara qiladigan temalardan bo'lganligini bildirdi. Xitoy taraf yana Sharq Turkiston qurolli kuchlarining muzokara doirasiga kirgizilganligini eskartdi. Gumi nahiyasida 6,5 bal yer tevrildi. Cuma günü etigen Xotan vilayetining Gumi nahiyasida 6,5 bal yer tevrildi. Yer tevrashda o'lish, yaralanish ahvoli ko'rilgan va uylar o'rilib tushgan. Xotan vilayetining Gumi nahiyasida Cuma günü etigen 6,5 bal yer tevrildi. Yer tevrashda o'lish, yaralanish ahvoli ko'rilgan va uylar o'rilib tushgan. Xitoy yer tevrash idorasi to'rining xabariga qaraganda bu yer tevrash Juma kuni atigan Urumchi vaqti soat 7 dan 7 minut o'tganda yuz bergan bo'lib, tevrash markazi shimoliy kenglik 37,6, sharqiy uzunligi 78,2 ga joylashgan bo'lib, Gumi nahiya bozoriga 7 kilometr keladi. Xitoy tevrash cho'nqurligini 10 kilometr deb xabar qilgan bo'lsa-mu, lekin Amerika geologiya o'lchash idorasi o'lchab chiqqan ma'lumotlarda yer tevrash darajasi 6,4 bal, cho'nqurligi 20 kilometr deb ko'rsatilgan. Yer tevrashda 4 odamning o'lib, 40 dan ko'proq odamning yaralanganligi xabar qilindi. Yer tevrashda nurg'un uylar o'rilib ketgan bo'lib, 17 telegraf punktida tok uzilib qolgan. Lekin tevrash darajasi va o'rnini nazarga olganda o'lish yaralanish ahvoli xabar qilingandan ko'p bo'lishi mumkin. Bu yer tevrash Xotan, Qashqar va Qizilsuv qatorliq rayonlarda tevrash sezim paydo qilgan. Gumi nahiyasidan 300 kilometr yiroqlikdagi Chira nahiyasidami tevrash sezimi bilingan. 10 qitim qalduq yer tevragan bo'lib, 4 baldan yuqori yer tevrash 5 qitim yuz bergan. Yer tevrash yana temir yo'l bo'laklariga ta'sir ko'rsatgan bo'lib, 782 kilometrdan ortiq temir yo'l bo'lagi taqalgan. 3 poyezd yo'lda to'xtatilgan bo'lib, ular Urumchi Janubiy vokzalidan Xotanga boradigan 7563-qitimliq navbatchi poyezd, Urumchi Janubiy vokzalidan Qashqarga boradigan K9787-qitimliq navbatchi poyezd, Urumchi Janubiy vokzalidan Qashqarga boradigan 7557-qitimliq navbatchi poyezdni o'z ichiga oladi. Hindiston bosh ministri Abdurahim O'tkirning Iz nomli she'rini o'qidi. Hindiston bosh ministri Narendra Modi Qozog'istonda davlat ishlari ziyoratida bo'ldi. Modi Nazarboyev universitetida qilgan so'zi orasida mashhur Uyg'ur shoiri marhum Abdurahim O'tkirning Iz nomli nodir she'rining inglizcha tarjimasini yig'in ishtirokchilariga o'qidi va kuchli olqishga erishdi. Hindiston bosh ministri Narendra Modining Qozog'iston ziyorati jarayonida ikki davlat orasida energiya hamkorligi bo'yicha bir qator kelishimlar imzolandi. Modi Qozog'iston ziyorati jarayonida bosh ministr Karim Masimov bilan ko'rishib, ikki davlat munosabatlari, rayon va xalqaroliq masalalar bo'yicha fikr almashtirdi. Modi Nazarboyev universitetida so'z qilib, 21-asrning Yipak yo'lini qurib chiqish uchun birlikda harakat qilishning ahamiyatini ta'kidladi. U so'zi asnosida mashhur Uyg'ur shoiri marhum Abdurahim O'tkirning Iz nomli nodir she'rining inglizcha tarjimasini
yig'in ishtirokchilari bilan o'rtoqlashib kuchlik olqishga erishdi. Abdul Rahim Akbur, a poet of this region, he said, "Our tracks remain, our dreams remain, everything remains far away. Yet, even if the wind blows or the sand shifts, they will never be covered. Our tracks and the caravan will never stop along the way, though our horses are very thin. One way or another, this track will be found someday by our grandchildren or our great-grandchildren. I say, this is to you, India and Central Asia will redeem that promise." Hürmetli televizor görgüçler, şuna qilib bu haftalık istiqlal xabarları programımız bu yerda oxirlashdi. Kelar qatimliq programımızı ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.